Assalomu alaykum hammaga. Bu usta Rashid. Yangi eksperiment o'tkazamiz. E'tibor beringlar. Mana hozir rastorga sement qo'shilgan. Demak, aralashtiryapmiz. Aralashtirgan sari suvi betiga ko'pik paydo bo'lyapti. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana ko'pik. Bu nima degani? Bu degani O'zbekiston sementiga kul qo'shilyapti, qum qo'shilyapti degani. Bu degani O'zbekiston kelajak jinoyatini qilyapti degani. Bundan keyin qanday ishlasa bo'ladi? Qanday sifat? Mana olasiz, qumni ko'ryapsizmi? Quruq qumni o'zi qolyapti. Sement degan narsani o'zi yo'q. Qancha qo'shish mumkin bu marka olish uchun? Hozir O'zbekiston menimcha Sardobani, keyin 66-yildagi yer qimirlashlarni, Toshkentdagi bularni unutdi mani bilishimcha. Yana o'sha jinoyat takrorlanyapti. Ko'p qavatli uylar qurilyapti mana shu sementlarimizdan. Markasi degan narsa yo'q. Hali nima deydi? Mazza qilib ishlolmaysanda bundan olganda. Zavodni o'zidan qo'shib yuborishyapti. Zavodni o'zidan qo'shib yuboryapti. Yana bu qanaqa sement? Hozir borib ko'rsataman. Bu sementimiz yevro degan ekan. Yevro degan ekan O'zbekistonda. Yevro sement agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, boshqasi qanaqa bo'lishi mumkin? Mana yevro. Mana shu sementimiz mana 450 marka. Bundan bir qobini bir sarlik qo'shsangiz ham 450 marka bo'lmaydi. Xullas kalom, bolalar, iltimos, odamni joni puldan aziz emas. 16 etajli ko'p qavatli uylar qurilyapti. Imенно Termizda. Hozir Termiz City qurilyapti. 20 etaj, 16 etaj shunday uylar. Sobiq ittifoq davrida 16 etajli hokimiyat idorasini 15 yil qurishdi. Sababi nimaga? Sababi yorilish paydo bo'ldi. Bizda trigger, ya'ni seysmik zona. O'shaning uchun kelinglar, kelajak uchun jinoyat qilmaylik. Agar Xudo ko'rsatmasin bir yer qimirlash bo'ladigan bo'lsa, hamma uylar kartishni uylarga o'xshab to'zib ketadi. Sement zavodida qo'shilib, mana bu sement zavodda qo'shilib ketadi. Chunki upakovka zavodskoy berdi. Zavodda o'zida kul qo'shishadi. Ko'mirini yoqishadi, pechkasini yoqishadi, toshni qizdirish uchun kulni tashlab yuborishni o'rniga kulni qo'shib yuboradi pul qilish uchun. Odam joni puldan aziz emas. Iltimos, o'zlaringni bosinglar. Bu qilig'ini qilmanglar.